أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى bizning ko'ngillardan chiqqan hamd sanalar maqtovlar bo'lsin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bizning ko'ngillardan chiqqan salavatlar ham salamlar bo'lsin. Onun ortidan yurgan boshqa sahobalarga Alloh taolaning rizoligi bo'lsin. Alloh ortidan yarab islom diniga yashik ala Alloh taolaga banda bo'lib degan barcha musulmon bandalarga Alloh taolo yordam bersin. Alloh taolo o'zining rasuli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem oshayratdan salam bilan salamlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Alloh taolo hammalar bizga va har birlar bizga salomatlik, tinchlik, imonlik nasib etsin. Rahmatidan va barakatidan tashlamasin. Dunyo turmushimizda, oxirat turmushimizda jannatda eylesin. Dunyo turmushimizda, oxirat turmushida jahannam azobidan, xavf xatarlardan, bala qazolardan Rabbim o'zi saqlasin. Albatta bizning için Kur'an yarışı ol şunday büyük vakıga. Lakin men mınamında bulgan yaşlarga uğut nasihatlarımni birilishim birasim kela. Bigrak da Kur'anga qog'ilishda uğut nasihatimni birasim kela. Kur'anni yodlarga niyatigiz bor ekan, yaxshi niyat. Men sizni hadisda esga olingan Qur'on hafizni turunda silab qo'rqitasım kelmay. Hadisda esga olingan Qur'on hafizligi qabul etilmagan bandaning hali turunda silisim kelmay. Sizga ishlikli nasihat berasim kelar. U da bo'lsa nishlarga kerak. Mana Qur'on Karimni yodlovi ko'p kishiga onsatroq. Ko'p kishilarning ko'pchiligi Qur'on Karimni yodlab chiqa oladi. Hatta onu yodlov grafikası da türlü grafikalar da var. 4 yılda, 3 yılda, 2 yılda, 1 yılda, 10 ayda, 6 yılda Kur'an'ı yodlab çıkı grafikaları var. Ne kadarı süreni, ne kadar ayetini gününe yodlarga kerak ekanligini qadari aytilgan. Lekin bir bir var. Hafiz degan so'zning ma'nosi saqlovchi deganini anglatadi. Kur'an hafiz deb aytu iki ma'nosida, iki formasında da hafiz da saqlovchi, hafiz da saqlovchi. Hafiz saqlovchi deganni anglatsa, hafiz degani saqlovda, hafiz degani saqlovda bulduqlilikqa erishgan deganligini anglatadi. Hafiz deb aytganda. Shunga ko'ra Qur'on Karimni saqlar uchun narsa ishlarga kerak. Zihnimizda, ko'nglimizda saqlar uchun narsa ishlarga kerak. Qur'on Karimni o'qirga yaratirga ham uni ko'p o'qirga kerak. Nik desangiz, Qur'on Karimning ismi de Qur'on deganni anglatadi. Bir o'tiruvda ko'p etib o'qilatirgan kitob deganni anglatadi. Bir o'tiruvda ko'p etib o'qilatirgan. Arab tilida qiroat var, Qur'on var. Qiroat azazgina oku, Qur'on ko'p etib oku. Ham Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimning o'quvida shulay turib bir o'tiruvda ko'p etib o'quni ossizliqlab Qur'onan deb esga oladi. Qur'on ravishida o'qig'iz, ya'ni Qur'on Karimni ko'p etib o'qishga kerak. Shunga ko'ra biz Qur'on hafiz bo'lgancha qori bo'lishimiz kerak, o'quvchi bo'lishimiz kerak. Qur'on Karimni ko'p miqdor bilan o'qitirgan g'adatimiz bo'lirga tegish. Kunina 1, 2, 3, 4, 5 para o'qitirgan halda bo'lirga tegish biz boshda hafiz bo'lgancha. Ondan so'ng yodlagandan so'ng Qur'onni hafiz bo'lgandan so'ng uni saqlarga yengilroq bo'ladi. Nik desangiz biz Qur'onni ko'p o'qu g'adati bizning ko'nglimizga solingan bo'layindi. Shu o'qit nasihatlarning dunyoda va oxiratda da rohatin ko'rig'iz.